Buncha so'mmi? Bu 170 ming so'm. Bu 170 ming so'm. Bu 150 ming so'm. Bular 150 ming so'm arkasındagi. Bular 150 ming so'm. Mana ko'rinishini qara. Bular 150, Ivan 150, bular 150, Ivan 150. Mana 220 da agar siz oddiy aytib kelsangiz 200 dan. 180 dan beraman. buni 120 ming so'm. go'nak ishta anaqa bu. Ava. Svetlar bor qilsin. Svetlari bor, 120 ming so'm. 120 ming so'mda tursang. Buni Yana qaytib beradamiz bormi? 200 dan beraman. Assalomu alaykum qadrdonlar, aziz obunachilar, kuzatuvchilar. Bugun yana Hazarasib toza bozorindamiz. Bugun qizlarimiz uchun, ayollarimiz uchun eng zo'r video bo'ladi degan umiddamiz. Sizlar uchun foydali, manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa hozir sizlar uchun ajoyib ko'ylaklar obzor etamiz. Albatta qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Yaxshi albatta like bosasizlar. Yana bir narsani eslatib o'taman, Ruslan TVdan keldim desangizlar, yanada skidka yaratib arzonlatib beradi, eslangizdan chiqmasin. Toza bozorga kiraverish. Ben taraf Toshkentstenki, yine Toshkentstenkidan doğru kelasizlar. Hazarasib toza bozor. Yine girishingiz bilan shunning produktlar sotiladi. Yine buni bayon o'tasizlar. Birinchi qator tovar bozor. Ko'rpachaliklar, toza tovarlar shu yerda sotiladi. Yine bu taraf gimbosh. Mesela. Birinci adı, bu ikinci blok. Bulam ayarlarımız, fizanımız, tavalları var. Bu üçüncü blok. Nalsılara üçüncü bloktan giyim dükkanını abzor etemem. Şimdi butkenin yan başından giresizler. Şimdi tavallar var, ne götürsüler. Her xili modallar var. Götürürler her xili. Göremiz qani kiyimlar bor, arzon va sifatli turibdilar. Göremiz birgalikda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Omon sog'nomisiz? Kiyimlaringiz arzon. Başından başımız birden. Birden başlaymiz, xudo xolasa. Bu necha so'm bu? Bu 200 ming so'm. Bu 200 ming so'm, bu hozir İçi addenlik giysa oladi. ichlaridan moddenlik giysa bo'ladi ekan. Mana buni katta yoshdagi bu xo'janalar ham giysa bo'ladi ekan. Bu ko'rinishlari oppoq. Haja geçecekler. Ne bu? Bu oppoq ham bor, oppoq ham bor ekan. Renglari bu odat turibdilar. Buncha so'mmi? Bu 170 ming so'm. Bu 170 ming so'm. Buni moddenlik giysa bo'ladi g'ibajlarni. Bu içi 170, üstü 170. Ha, bu adden ekan. Yine görünüşlerini görürsüzlar. Göyneki, bu narsalari bor ekan. Görünüşleri ham chiroyli ekanligi haqiqatdan görürsüzlar. Bular 170 ming so'm, Yine. Bu 150 ming so'm. Bular 150 ming so'm arkasındagi. Lekin görünüşlerde chiroyli göyneklar bor ekan. Ko'rib turibsizlar, yine 150 ming so'mdan deb turibdilar. Yine kelishib qaytib beradonlari bu albatta. Bu 150 ming. Yine görünüşüne qara. Gap yo'q lekin. 150 ming so'm. Hijoblar ham zo'r ketadi bu. Qo'li xushro'y bergan buni. Asosiy qo'lini bergan urg'un. Görünüşleri chiroyli ekan lekin. Gap yo'q. Ibanda detskilar bor. İşinchi so'm shu. Bu ham chiroyli ekan bu. 150 bilan beraman. 150 ming so'm. Bu 180, bulan 180, bulan 150, Ivan 150, bulan 150, Ivan 150. Ha, 150 ming so'mdan beraman deb turibdi. Yine bu 200 ming so'm ekan. Görünüşlerini qaranglar, chiroyli. Leblarni bog'lab, dusherik qo'yadilar. Bir de gelen o cevapsızlayın uları. Kani? 50 ming so'm. 50 ming so'mdan göğnek. Şu göğnekler 50 ming so'm mu? Yine görünüşüne qaranglar, 50 ming so'mga göğnek bormi boshqa yerda? 100 ming so'mdan, Bular 50 ming so'm. Qizlar bular. Yine ajoyib göğneklar ekan. Arasında dumtur. Ne bu sabahki yoz gibi. Hijobilarga ketadi mesela. Bir yere münatib 50 ming so'm deb tashlab qo'yibsiz. Boshqa yerlarda buni arzon berib turibmiz deb odam chaqirib 100 ming, 150 mingdan berib turibdilar buni. Lekin ko'rinishlari ajoyib ekan. Birinchi so'mdan chizimadin göğnek bo'yinda bu yerda. 50 dan 150 ming so'm oldi. 50 dan 150 ming so'm oldi. Ne göğnek? Shuni tovarini tapqazam, bir berib beraman. Tovarini tapqazadi.
Ya gap yo'q lekin ko'rinishlarni qaranglar. Hozir bir tikuvchi o'ldim deganda 100 ming so'm bilan tikib beradi bir ko'ylak. Haqiqiy lekin ina 50 ming so'mdan ham beda ko'ylaklar bor ekan. Qolovchilar uchun 71-do'kon. Bu ham tarafdan esa sumkalar, 3-blok o'ng tarafdan kelganingizda 71-do'kon. Hozir sizlarga yana ishlarga kirib baholarni kuzatamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz? Assalomu alaykum. Qanacha qachlardan mashinamiz? Ulardan bu yaxshi tutma, sakuni 3 dona xolosa yubkasi ichi usti bilan keldi. Adin. Ha. Troyka. Sveti bor, pachkada svetlari bor, 7-8 xil sveti bor. Bular bu ayollar uchun aboya. Bular baholari nechasin? Baholardan biri aytib o'tib ketayli bir. Odamlar qiziqarlar-da. 220 da agar siz odingiz aytib kelsalar 200 dan. 180 dan beraman. 180 dan berasiz. Rustam Tovadan keldim desalar 180 dan berasiz. Keyin bo'lsa bor, ichini xolosa ichini kiyadi, xolosa usti bilan kiyadi, aboya. Aboyasi ham o'zinde ko'ylak, ha? Xolosa bu ichini o'zini kiysa bo'ladi, qo'l o'zini. Bu ichondagi qo'loq, ha? Bu ham ko'ylak ham aboya qilakan, ha? Ikki vach. Xolosa ichini, xolosa ustini kiyadi. Chiroyli narsa ekan lekin ko'rinishi. Jallidan bo'lar, ustida svetlari bor. Ertaga ham sveti keladi buni, 5-6 Ranglari bor, yana ranglari keladi, ha? Ha, endi bular borki, mana svetlari bor edi, hozir qolmadi, faqat svet qoldi. Ustida svet boshqa ko'ylaklar bor. Mana 7-8 xil sveti bor, sotib bo'ldik o'zi. Akşam optumda. Ajoyib ekan lekin, ko'rinishi zo'r ekan lekin. Bular borki, 2 xil sveti bor, ustida nalari, buni ham sotib bo'ldik o'zi. Bular necha so'mdan bular? Bu 250 dan. 250 ming, ha? Yoz kengina. Ajoyib ekan lekin, ko'rinishlari zo'rkan lekin. Shu narsa, buni ham svetlar qolmadi. Bizlar asosiy optum aqshamadida, butun pachka olib ketdilar. Urganch xiva. Butun Xorazm ichaladilar. Ko'pincha optum sotasizlar, ha? Asosiy doğrusu optum doğrusu. Aynan. Lekin donaga ham berasiz. Donam beraber vach qolmadi doğrusu. Bugun. Necha aqsham uje hayitdan keyin uje jonlanib ketadi asol. Xudo xolasa. Bayan taraflar bo'y fransuski mamalar ham masraf. Ustunda setlar. 180 dan, avvalo 160 mingdan. Optum senada ketaradilar, farq yo'q. Ana bo'lsa bu 150 dan, ikkinchi duro. Bular 150 dan. Birinchisi 280 dan. Bu 280 dan, lekin ko'rinishlari chiroyli ekan. Ustunda sveti bor. Keyin bandakilar bor. Ajoyib kiyimlar bor ekan, mana ko'rib turibsizlar. Keyin banda bor, ayollar. Bu bor. Bular bor. Bular necha so'mdan? Bular ham ko'rinishlarida chiroyli ekan. Gel bichadan bu. 220. 220 dan. Bular bor keyin. Bulardan necha? Buni 200 beramiz sochlar. Bular bor, ustunda sveti. Renglari bor. Har xil ranglari bor, qizili, sarisi, ranglari bor ekan. Ranglari, chiroylari bor ekan. 320 o bitta ishi. Buni. Emisini bahasini aytib bering siz. Ona 320 beramiz. 320, lekin ko'rinishlari chiroyli ekan lekin. Ben taraf bütün geçimli, kızlara bütün, yaş kızlara. Çok büyük öyle. Üstünde sivitleri var, neleri var, yaz ki. Bu вечерне ishidagilar bitta. Bunun geçimli, toy bol. Ana. Endi bundan bayana to'y sezoni yana boshlanayotir. Xolovchilar bo'lsa ishidan kelib olarasizlar. Bunun bahasi chizmaysiz so'ringizni. 200 beramiz onu. 200 berasizing. Endi bu qizillari ne? Bu qizili oqi. Qizillar 300 yana tushpan beramiz. Kelasi. Endi mana endi bu. 300 dolar ham. Gelişip verediler. Bunlar kaçıp verediler. Ruslantovdan kelsalar. Ruslantovdan geldim deseydilar, gelişip arzon qaytib beradilar. Keybulardan bu geçimli ana olsa batıydı. Ama üstüne adını geçen adını giysiyorlar. Buna mı? Dastanını çıkarıp içine var. Ha bu gönek mi bunun içi? Yok yupka onun üstü. Ya. Yupka bilan kofta. He bu troyka qilasiz gap qilsa, to'g'rimi? Yo'q, dvoyka ikki narsa. Yana yupka. He. Bu yupka, bu sportga o'xshaydi ekan. Gönek. Giysalar bular futbolkalar. Amerikankalar bir içini giyib. Bular maktabchilar uchunmi shunda? Yaş kızlar. Boyu Fransız. Bo'yi fransuzga. Kelteden yaş kızlar. Ye, tushundim. Sevitleri, rezmeleri. Ne ko'rinishlari ham ajoyib ekan. Keybulardan bu. Bular ajoyib ekan. Bular ham chiroyli ekan ko'rinishlari. 360. Bular 160 ming so'mdan, ha? Ko'rinishlari chiroyli ham. Keybulardan bu. Buradan bu. Bular hozir bahorgi sezon narsalar to'g'rimi? Bular qizdirmaydi, ha? Yok yaz, bütün yaz keldi ben. Endi bundan yana uji yoz kam deb turibdilar. Bundan yanasidan giysa bo'ladi ekan. Ko'rinishlari ajoyib ekan. Bulancha so'm ishi. 170. 170 berding. O'ziga bu 230 dan. O'zing 230. Buni Brezilyamış. go'nak 2 dona bu. Evet. Dvoyka.
Svetlar bor qilsin. Svetlari bor, ha? Bir de göki var ekan, bu serisi var ekan. Yine bundan benasına zor narsa ekan hakikaten. Şunun göynekler bor. Bularni deb tursiz bular? 120 ming so'm. 120 ming so'm deb tursiz. Buni Yana qaytib berasangiz bormi? 100 dan beraman. Gasa, xudo xohlasa svet. 100 dan beraman deb turibdilar, ko'rdinglar. Svetlari bor. Boshqa qilmagan. Ha, 8 xil sveti bor, xudo xolasa. Sizlar kelaman deyincha, ishida svetlari har xillarini topib qo'yadi ekanlar, yana. Qolachilar uchun. Bu hijob ikizlarni ketadi. Bemalol narsa bor. 150 ming so'm bu. 150 ming so'm. Hijob ikizlar ham oddiy qilsang olaveradi. Qo'l uzun, shifon tovari, yoski. Tovari zakonniy, to'g'rimi? Yuz kiysa bo'ladi. Bu oqarim nat qiladigan xil emas. Ya, nima javob? Ana shunday nelar bor ekan. Buni chizim ekan bu. Bu Bu 150 ming so'm. 150 ming so'm. Bu Svetlari bor, ibandon svetlari. bu nima ekan dedim. Men boya qilismak, achlama ekan deb o'yladim. Yo'q, go'nak ekan bu. Benak. Yine göğnek ekan, lekin görünüşleri ajoyib ekan. Banda 7 xil sveti bor, ibon tarafdan. Bir. Ha, bulama. Yo'q, shuni svetlari shu bu. Shuni svetlaring. Endi bilan chizim ekan bu banatdagilar. Olama 160 ming so'm. 160 ham ming. bahosi bu. Arilashadi, bo'ladan bahosi. Bo'yi o'zing qizlarimiz uchun qarang, yomon chiroyli narsalar bor ekan bu yerda. Gap yo'q lekin. Sizni shu Hazaras bozori YouTube meni kanalim bilan sizni adres aytib kelsanglar bo'ldi, hammasidan tushib beraman. Hazaras bozorida. Hazaras bozorida sanam, Instagram, YouTube bor. ana Instagram, YouTube'lar ham bor. Instagram esa Hazaras bozorida desangiz ham chiqadi. YouTube'dan ham chiqadi ekan. Yana Hazaras bozori ya Ruslan TV'dan keldim desangizlar, shu optim bahosidan beraman deb turibdilar. Aytib kelsangizlar bo'ldi, ishning baholari arzon atib, skidga atib beradi ekanlar. Shuning uchun bemalol kelaverasizlar. Yangiliklar xudo xolasa 2-3 kunda keladi yana. Toza yangiliklar. 2-3 kunda yana tovarlar keladi. Katta perdada o'yiladi. Yana 2-3 kunda tovarlar keladi ekan. Yana chiroyli kiyimlar keladi ekan. Shura kelib bemalol xarid etsangizlar bo'ladi. Sizni ko'nglingizga yoqadigan kiyimlari topib beradilar. Bu yerda endi maktab yoshidagi qizlardan tutib to katta yoshdagi enalardan, mamalardan kiyimlar bor, ha? Kelaverasizlar ekan. Bo'ladi. Unda Toza bozor 71-magazin. Toza bozorga kirgan joyda 2-blok 10 qo'lda, to'g'rimi? 3-blok 71. Ha, 3-blok 71 ne ekan unda. Bo'ladi, ishora kelib qolarasizlar. To'ychilar uchun yana iminning kiyimlari ham bor ekan, večerning xolovchilar uchun, yana katta yoshdagi ayollarimiz uchun ham bor. Neban tarafda mamalar uchun ham kiyimlar bor ekan bu yerda. Har xili hem Buxoriy, hem modali, zakonning kiyimlar bor. Bemalol ishora kelaverasizlar, xudo xolasa. Bo'ladi, yaxshi, bozoringiz bo'lsin. Yaxshi, sog' bo'ling.